Mashhur rus yozuvchisi Ivan Turgenevning Otalar va bolalar romani o'z davrida katta shuhrat qozongan. Ushbu asar rus adabiyotshunosligida yozuvchi ijodining yuksak cho'qqisi sifatida talqin etiladi. Otalar va bolalar asari 1862-yilda yozilgan. Bu roman Rossiya jamiyatidagi asosiy ijtimoiy, falsafiy ziddiyatlarni yoritadi. Asarning asosiy qahramonlari ota hamda bola, ya'ni avlodlar o'rtasidagi tafovut va tushunmovchiliklardir. Asar eski va yangi avlod o'rtasidagi ziddiyatlarni ko'rsatadi. Ota an'anaviy qadriyatlarni himoya qilayotgan bo'lsa, ayni paytda bola zamonaviy fikrlar va ideallikka intiladilar. Asar nafaqat o'sha davr uchun, balki zamonaviy o'quvchilar uchun ham dolzarb mavzularni ko'taradi. U o'z avlodlariga nisbatan muammolar va qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatlarni yoritishda katta manba bo'lib xizmat qiladi. Mazkur asar Ivan Turgenevning asarlarini eng mashhur va eng muhim asarlar sirasiga kiradi. Bu asar o'tgan asrlarda ham o'qilgan, muhokama qilingan oilaviy munosabatlar va oila tuzumiga oid masalalarni o'z ichida qamrab oladi. Adib bosh qahramon Bazarov obrazida hurfikrlilik, yangilikka intilish kabi fazilatlarni asarning asosiy g'oyasi sifatida talqin etadi. Kitobdagi voqealar o'sha davrda chiriy boshlagan jamiyatni shunchaki isloh etish emas, balki poydevorni tag-tugi bilan yo'q qilib, yangisini barpo etish kerakligini ko'rsatib beradi. Turgenev Bozorovdagi barcha eski g'oyalarni inkor qilishni tasvirlash orqali rus yoshlariga xos xarakterni ham namoyon etgan. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda bo'lishlikni o'rgatuvchi ushbu asar mutolaasiga kitobxonni albatta zavq bag'ishlaydi degan umiddamiz. Ivan Turgenevning Otalar va bolalar asari haqida batafsil ma'lumot olishingizda ushbu asarni o'qishlikka tavsiya etamiz.